Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Tez savdo kanalining ashaddiy obunachilari. Kech bo'lishiga qaramasdan aka-ukalar, Cobalt kelib qoldi bizga. Cobaltimiz 2013 yili. Xo'p, mashina mexanika yurgan probegi 210 ming kilometr yurgan aka-ukalar. Mashina shunaqa tinni holatda minilgan ekan. Даже rextopga joyi ham yo'q. Balonlari ham o'rtacha holatda aka-ukalar. Mashina mexanika. Do'stlar, salon ham tinni holatda turibdi aka-ukalar. Pokiza minilgan ekan. Mashina mexanika, metan gazi bor. Xo'p, yana nima desam bo'ladi? Xullas, olasizlar akalar, faqat minaslar bo'ldi. Rasxod yo'q. Benzinni kam yeydi. Plus metani ham bor. Aka-ukalar, umuman kuzovda ishi yo'q. Urilib, chizilib ketgan joylari yo'q aka-ukalar. Bemalol tekshirtirib ko'rib olaverasizlar aka-ukalar. Motorlari ham tiniq turibdi. Nomerlari pastda bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Narxini kelishilgan narxda qilib berishaverar ekan aka-ukalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Birlik mahallasida. Nomerlar pastda bo'ladi aka-ukalar. Mashina yonib turibdi bori. Mashinani qaranglar. Xohlagan joyga borib tekshirtirib olsalaring bo'laveradi aka-ukalar. Bexijolat. Dokumentda muammo yo'q. Faqat оформление bo'lar ekan aka-ukalar. Gen berilmaydi ekan. Faqat оформление. Bagajlari ham tinni holatda turibdi, ichkarilari. Do'stlar, videomiz qisqacha bo'ldi. Bittadan like bosib, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yasizlar aka-ukalar. Do'stlarga podlissa qilib, mashina chotki holatda turibdi. Nomerlar pastda bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Narxini kelishtirib berishadi.